Agar hozir 1-yanvar bo'lsa, bu video siz uchun. Yoki katta ehtimol bilan bu videoni siz yanvarning ilk kunlarida butun mamlakatda harakat karrasiga sekinlashib, sokinlashib qolganida siz ham zerikib o'tirib ko'rib qoldingiz. Bu video butun yilingizni belgilab beradi. Shuning uchun u yil boshida sizga chiqib kelyapti. Video sabab balkim 2026-yil oxirida hozir aytiladigan gaplardan kelib chiqib, menga katta ehtimol bilan rahmat ham aytishingiz mumkin. Bizda ko'pincha yil boshida yangi imkoniyat berilgandek hissiyot bo'ladi. Xuddi oldingi qilgan dangasaliklarimizni kechirib, endi yangi imkoniyat va yangi planlar bordek. Yangi ishlar boshlashga hamda yangi kelayotgan yilni zo'rroq qilishga ishonchimiz kuchliroqdek. Kelinglar, bu paydo bo'lib turgan motivatsiyani yil boshidagi zalga obuna sotib olish yoki yana qanaqadir o'qimaydigan, baribir ko'rmaydigan materiallarni sotib olishga emas, maqsadlarni tizimliroq qo'yib, bu yilda rostdan ham barakaliroq qilishga sarflaymiz. Buning uchun esa o'zim ishlatadigan 3 ta asosiy faktor va prinsiplar haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Birinchisi bu kalendar va tizim. 2026-yilda sizga motivatsiya emas, aniq tizim kerak. Motivatsiya bu qisqa, tizim doimiy. Intizom esa tizim orqali keladi. Hammamiz bilamiz, eng asosiy narsa maqsadlarga erishish uchun doimiy intizomdir. Kelinglar endi sizlarga o'zim ishlatadigan asosiy tizim qurishga yordam beradigan prinsipni aytib beraman. Bu birinchisi kalendar. Ya'ni sizning kalendaringiz bu sizning boshlig'ingiz bo'lishi kerak. Rejasiz maqsad qo'yish bu shunchaki xohish xolos. Agar rejalar bilan qo'ysangiz, rejalar qayerda bo'lishini, nimalar bo'lishini, kimlar bilan bo'lishini aniq aytib beradi. Shaxsan men kalendar to'ldirishdan rostdan zavq olaman. Siz ham har kuni kalendar to'ldirishdan zavq olishingiz kerak. Ya'ni ertangi kunda nimalar qilishingizni kalendarda to'la bo'lishini o'zingizga ta'minlashingiz kerak. Lekin ko'pchiliklarda bitta kichkina xato bor. Kalendar to'ldirayotganda, misol uchun ertalab 5 ta turish deb kalendarga yozib qo'yishadi. Bu aslida xato va oddiygina xohish xolos. Siz kalendarga to'g'ri yozish uchun bunday yozishingiz kerak. Masalan, 1 soat dars qilishim kerak deb yozasiz va unga kalendarda soat nechiligini belgilaysiz. Masalan, ertalab shu 5 ta turib dars qilmoqchimisiz? Unda dars qilishingizni yozasiz va kalendarga soat 5 deb kiritasiz. Lekin katta ehtimol bilan unaqa paytda tura olmaysiz. Shuning uchun bu juda qiyin. Va biz odatda kalendarga har doim kiritib borishda ko'pincha erinib qolamiz. Agar juda kalendar yuritishga siz ham erinsangiz, ba'zida men ham erinib qolaman. Telegramda Donoya degan startap bor. Shunchaki ovozli xabar bilan botga rejalaringizni aytsangiz, u hamma narsani eslab qoladi, sizga o'sha kunda eslatadi va polni kalendaringizni nazorat qilishga yordam beradi. Lekin pulli. Kalendarni yuritish kerakligini tushundik. Endi 2026-yilda asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu vaqt boshqaruvi emas, energiya boshqaruvi. Ko'pincha odamlar time management o'rganishim kerak, vaqtni to'g'ri boshqarishim kerak, ulgurmayman narsalarga deyshadi. Aslida bu xato. Asosiy siz boshqarishingiz kerak bo'lgan narsa bu energiya boshqaruvi. Bitta asosiy haqiqatni unutmang. Hammamizda 24 soat bir xil va bor. Lekin bir xil energiya hammada ham yo'q. Bir xil 2 soat kimdadir million dollarlik qarorlarni qabul qilishga yetarli va qiladi ham va amalga oshiradi ham. Kimlardir esa shu 2 soatni prosta Instagramda o'tkazib yuboradi. Farq shundaki, energiya kimda qanaqaligida. Ya'ni kimdir 10 soat chirib ishlab, charchagan holda o'rtacha natija qilish mumkin. Kimdir 2 soatda produktivni ishlab, undan kattaroq natija qilish mumkin. Shuning uchun produktivlik qanchalik ko'p ishlash emas, balki qachon va qanday holatda ishlashdir. Energiya boshqaruv deganda yana ko'proq siz o'zingizni analiz qilib olishingiz kerak. Siz qaysi payt, qachon, qanday energiyada bo'lasiz? Misol uchun men ertalabda yaxshi energiyada bo'laman va kechki paytda energiyada bo'laman. O'rtada obedda uncha energiya bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha shunaqa energiya kam bo'lgan vaqtlarga uchrashuvlarni belgilayman. Chunki bu uchrashuvlar ko'p energiya talab qilmaydi, faqatgina suhbatlashish bo'ladi xolos. Asosiy qiladigan ishlar, kompyuterda qilish kerak bo'lgan ishlar, fokus talab qiladigan ishlarni ertalabga yoki kech paytga qoldiraman. Chunki mana shu paytlarda menda o'zim bilaman, o'zimda yaxshi energiya bo'ladi. Va bu narsa sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Hammani hayot tarzi har xil, hammani uyqu rejimi har xil, hammani yeyotgan ovqati har xil. Shuning uchun siz o'zingizdan kelib chiqib, o'zingiz analiz qiling. Siz qaysi vaqtda qanaqa energiya holatda bo'lyapsiz, yoki nima ichsangiz, yoki nima yeysiz, qanaqa energiyangiz o'zgaryapti. Shundan kelib chiqib, o'zingizni kuningizni rejalashtirsangiz bo'ladi va eng qiyin ishlarni energiyangiz ko'p vaqtga qilsangiz, o'sha vaqtda kam soatda ham ko'p ishlarni bitirib tashlaysiz. Shaxsan men o'sha ertalabda energiyam zo'r bo'lgan paytda asosiy ishlarni bitiraman, hal qilaman. Keyin o'rtada obedlarda shu obeddan soat 4 largacha bo'lgan muddatda energiyam kam bo'lganda uchrashuvlarni belgilayman. Uchrashuvlarni o'tkazib bo'lib turib, keyin 4 da bitta kofe ichaman. U menga yana butun soat 8-9 gacha cho'tka energiya beradi. O'sha bo'yicha keyin yana asosiy ishlarimni bitirib, ertangi planlar, keyingi planlar, asosiy yozadigan, kompyuterda qiladigan ishlarni qilib tashlayman. Shu bilan kunim qanchadir miqdorda produktivni o'tadi. 3-chi muhim prinsip bu o'sish muhiti. Ya'ni siz 2026-yilda realniy o'smoqchi bo'lsangiz, o'sish muhitini tanlashingiz kerak. Ko'pchilik motivatsiyasizlikda, asl kuch esa bu boshqa joyda, ya'ni muhitda. Muhit sizni majburan o'zgartiradi. Agar muhit to'g'ri bo'lsa, intizom ham darajada shart emas. Agar muhit noto'g'ri bo'lsa, eng kuchli xohish bilan ham, zo'r talant bilan ham buzilib ketishingiz mumkin. Bitta zo'r gap bor. Siz atrofingizdagilarni o'rtachasiz.
Bu shunchaki gap emas, bu real formula. Agar atrofingizda ish qilmaslikka bahona qiluvchilar ko'p bo'lsa, siz ham ishlamaslik uchun doim sabab topadigan bitta odam bo'lib qolasiz, xolos. Agar atrofingizda dunyoqarashi keng odamlar bo'lsa, siz standartlaringiz ham уже ko'tarilib ketadi. Qaysidir ma'noda oddiy holatlarda ham bemalol o'zingizni qo'lga oladigan, ishlaydigan odam bo'lib qolasiz. O'sish ko'pincha individual qaror emas, ijtimoiy ta'sir. Bu rivojlantiradigan, o'sadigan muhit o'zi nimalardan iborat? Конечно, birinchisi bu to'g'ri odamlar, ya'ni atrofingizda hozir aytganimdek to'g'ri odamlar bo'lishi. Ikkinchisi informatsion muhit, ya'ni qayerlarni o'qiyapsiz, kimlarni kuzatyapsiz, nimalarni ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda kimga ergashyapsiz va hokazo. Uchinchisi bu atrof muhit, ya'ni sizni xonangiz, ish joyingiz, kitob daftaringiz, stolingiz bu ham real ta'sir qiladi. Siz qanaqangi atmosferada o'qishingizni, rivojlanishingizni. Oxirgi 2026-yilda siz qilishingiz kerak bo'lgan tavsiyam bu maqsadni to'g'ri qo'yish. Ya'ni katta maqsad qo'ying, lekin kichik qadamlar bilan yozib yuring. Ko'pchilik katta maqsaddan qo'rqadi. Aslida esa qo'rqinchli narsa bu har kuni hech narsa qilmaslik. Katta natijalar bir martalik sakrashda emas, kundalik mayda yutuqlardan iborat bo'lib shakllanadi. Odatda katta maqsadlar sizga bosim olib keladi yoki prokrastinatsiya qiladi yoki keyinroq boshlayman degan bahonalar bilan prosta boshqa vaqtga qolib ketaveradi. Aslida muammo maqsadni noto'g'ri qo'yishda emas, unga olib boradigan qadamlarni to'g'ri yozmaganligingizda. Shuning uchun uni kichik qadamlar bilan yozish juda muhim. Aytaylik, bu yil sportni boshlayman emas, ertaga 2 kilometr yuguraman. Ya'ni siz ertaga 2 kilometr yugurishingiz butun yil davomida katta maqsadni kichik qadamga bo'lib, erishishingizga уже birinchi qadamni qo'yishingizga yordam beradi. Va bu narsa aslida o'zi maqsadni dekompensatsiya qilish deb ataladi. Katta maqsad qo'yish sizga yo'nalish beradi. Kichik qadamlar esa harakatlarni beradi. Shuning uchun katta maqsadingizga erishish uchun har oy nima qilishingiz, ya'ni o'sha oyda nima natija bilan tugatishingiz, aynan shu natijalarga erishish uchun esa aniq siz ertaga va bugun nima qilishingizni kichik qadamlar bilan yozib chiqishingiz uchun sizga dekompensatsiya yordam bera oladi. Masalan, shaxsiy brend qurish va 10 mingta obunachi yig'ish. Siz maqsad qo'ydingiz. Endi qadamlarga bo'ladigan bo'lsak, oyiga 10 ta video chiqarishni maqsad qildingiz. Oyiga 10 ta videoga erishish uchun siz haftasiga 3 ta video qilishingiz kerak. Haftasiga 3 ta video qilish uchun siz ertaga ideya qilishingiz kerak, indinga o'sha syomka qilishingiz kerak. Ya'ni siz butun maqsadingizni erta va endi nimalar qilish kerakligi bo'yicha kichik qadamlarga bo'lib oldingiz. Kichik qadamlarni miyaga beradigan psixologiyasi shundan iboratki, u osondek tuyuladi va bahona qilishga уже umuman sizga shans qoldirmaydi. Motivatsiyangiz ham tushib ketmaydi, chunki natijani doim har kuni ko'rib turasiz. Intizom qiyinchilikdan emas, ketma-ketlikdan tug'iladi. Katta o'ylang, kichik boshlang, har kuni davom eting. Bu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Agar sizga maqsad qo'yish bo'yicha yana ham ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa yoki qanaqa maqsad qo'yishni, mana shunaqa dekompensatsiyalarning aniq shablonlari kerak bo'lsa, pastda Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga o'tsangiz, men bu video chiqqan paytda allaqachon bu faylni tashlab qo'ygan bo'laman. O'zingizga olib, bemalol maqsadlaringizni yozib, qayerga nima kiritish kerak, dekompensatsiyalarni ishlatib foydalansangiz bo'ladi. YouTube kanaliga ham obuna bo'ling. Ko'rishguncha salomat bo'ling.